Salom o'zbegim. Salom Premium Cola. Menga qo'shib. Do'stlar, hammaga xayrli kun, kech farqi yo'q. Ahror Alixonov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda eski rubrikaning ikkinchi qismi, ya'ni blogerlar nima tanlaydi challenge. Va bizda bugun o'zgacha, boshqacha gays aka-uka voydada. Siz aka-ukadan boshlaymiz. Aka-uka Zafar! Shahruz Yakudza, Kroko Azamat, aka Kroko. Что-то. Абурелло! Вы завозы делает, вы, блин. Сразу. Завозы делает, блин. Vau! Va Kamina eng zo'r kamtar bloger Kunduzi. Bizda o'sha rubrika, hozir esa sizlarga hamma shartlarini tushuntirib beraman. Davayt. Qiziq emas. Bu videoda har bitta ishtirokchilarga g'alati savollar beriladi va ikkita variantdan ishtirokchi bittasini tanlashi kerak. Tomosha qilamiz. 52 yoshgacha boy bo'lish yoki 52 yoshdan keyin boy bo'lish. Tanla uya bir şey. Qaraganda 50 yoshingda impotent bo'lasan, bitta ham normalniy qizga bora olmaysan. Tortmaydi seni. Lekin ana yeginchi narsalar chiqqan. Knopka bilan zato pulingiz bor. 52 yoshdan keyin boy bo'lish. 52 yoshdan keyin chunki Nimaga? ishonch bilan yashayman zot. 30 yil ishonch bilan yashayman. 30 yillik variant. 53 yoshda o'lib qolsangchi. Chiqib biram. Avariya bo'lib. Realno. Atvet almashtirsa bo'ladimi? Sosov? Yo'q. Sosov? Almashirsam bo'ladi. So. 52 yoshgacha boy bo'laman. Nimaga o'zingni fikringni almashtiraversan bizga qarab turib? No, realno logik narsa aytdingiz. Ya qara 52 yoshgacha prям bo'q bo'lib yashaysan. Boy bilan. Keyin 90 yoshgacha qulsan. 52 yoshgacha boy bo'laman, dальше Poq. Bo'p, keyingi ishtirokchiga o'tamiz, davayt. Bitta paqilloq sizga yoki ikkita do'stingizga. Ko'tti ishini qilma. Kelovi ham easy. Men o'zim qo'limni paqillatib yurganman. Yo'q, biz otda prям. Ya'ni qo'lingiz yo'q. Prям karsar. Trativ. Ahrorga bersam, Shohrux Aysiga berasiz. Eng yaqin jigaringizga. Eng yaqin jigaring kim? bugundan jigarim bobur mana. Ko'tti ishini qildi-ya. Ko'tti ishini qildi-ya. Vывод qilinglar. Edit qoringlar degan. Edit qoringlar, anti edit. Men o'zim qo'limni porlash kerak. Skriptni ishini qildik. Zato o'rtog'ingiz sog'lom bo'ladi. Manchi. Men itak bo'yim past. Cho bo'ying past, boshqa hech nima kerak emasmi? Yashilni bosdingizmi? Mayli, bo'pti. Hech qormaylar, mayli. O'zimda bo'lsin, mayli. Baribir ko'tsan. Bo'pti, xuttirim, kengizga o'tamiz, davay. $10 million sizga, lekin yaqinlaringiz o'ladi. $10 million yaqinlaringizga, lekin siz o'lasiz. Mana endi ko'ramiz, mana qilapishkim. Bratan farmi euro, adim bo'lmaydi unaqa narsa. To'xta, birinchisi 10 million olaman, hamma yaqinlarim o'lib ketadi. Ya'ni 284 ming obunachim yo'q. 10 millionga shuncha yaqinlaringiz zato paydo bo'ladi. Qizil libos, urut. Ya, naq o'ylayapman, конечно, qizil. Yaqinlar obunachilarimga $10 million berib olardim, o'zim o'lib olardim. Deschi, davay. Nechta? $10 million yo'q. Hop, siz nima qilgan bo'lardingiz? Men ham shunaqa qilardim, lekin mayli, please. Ovqat ta'mini umuman sevmaslik yoki hamma narsa oq qora rangda. Dunyoni cho'rna-beli ko'raman. Daltonik. Lekin ovqat, brat, lekin izvajneyshих faktor. Ani ramyon ertalabdan ramyon уже ketmaydi sizda. Уже просто lapsha bo'ladi. Odamlar qanaqadir yashagan retro paytida. Ular ham cho'rna-beli ko'rgan hamma narsani. Plasmasiyo. Ular ko'rishmagan, brat, filmni qildi. Plasmasiyo. Yo, ularning ko'zi shunaqa bo'lgan. Ha, yo'q. Javob. Plasmasiyos. Betam narsa mana kelgan. Hozir nimani tanlayapsiz shunda hozir? Men Nima degani u? cho'rna-beli ko'raman. Voy, ne, men tam yemasdim, sezmasdim. Videolarni faqat 240p ko'rish yoki har taksiga o'tirganda 10 ming choy puli tashiysiz. 240. Hozir ham mana shu videoni 240 ga o'rganib qolganman просто. Farqni detalni ko'ra olmaysiz. Вот именно. Farqani uzoqdan ko'rishingiz kerak, detalli ko'rish. Ana polni ekranga qilmasdan. Nima qilasiz shunda desang ko'rishingiz. 10 ming slishkim ko'p-da, chigara. 10 ming ko'p, ha? Ya xatya bor-ku.
Taksida yurmayman. Prikинь, вообще mashina sotib olsangiz, 10 ming jalkami? 10 ming jalkami? 10 ming jalkami? 10 ming 10 jalkami? ming jalkami? Onamga berganim yaxshi. Ko'zini ishlatdi. Da, bilaman. Bo'ldi, ishlashni deyolmaymiz, bo'ldi, ishlashni bo'lmaydi. Taslim qildimmi? Next. Har doim uygacha piyoda 25 minutda borasiz yoki taksida 1 soatda. Peshkom yur. Bilan, to'xtang. Taksiga necha pul beraman bo'lmasa? Vashcha farqi yo'q. Berasiz. Men o'ylayman, finansoviy точки зрения bo'yicha. Voy jalla. Robert Kiyosaki, богатый папа, бедный papa bo'yicha. Ay jalla. 25 minut peshkom. Bepul va tez. No, men ham prinsip shunaqa tanlagan bo'lardim. Prikинь, qordasan. Oyog'ing yo'q. Bo'pti. Mana savol, qarang. Savol. 65 yoshli kampir qarang, siz bich ahvoldasiz. Bir simpliz yo'q. 65 yoshli kampir bilan yashaysiz, u sizni polniy обеспечить qiladi, lekin 10 yil umri qoladi. Yoki butun umr bich bo'lib yashaydi. Lekin Kylie Jenner bo'lash. Lekin Kylie Jenner bir sim pul bermaydi. Faqat sizni gruzit qiladi. Bilindi, sezildi. Voy, nechosiz? 23. 33 yoshingizda milliarder bo'lardingiz. Lekin siz bich bo'lishni tanladingiz. Давайте поздравим его, это бич. Hol, endi asl savolga o'tamiz, davay. Har doim tekinga sayohat qilish Yoki har doim tekinga ovqatlanish. Tekinga sayohat qilaman, ovqatlarga o'zimdan trade qilishim kerak, to'g'rimi? Prosta bilet olib beradi, to'g'rimi? Qaysi tur bilan ishlayman, ambassadorman. Bo'ldi, nimani tanlaysan? Xullas, tekinga ovqat olaman-da, butun umrga kafe ochib qo'yaman-da, undan kelgan pulga sayohat qilib yuraveraman. Wow. Как раз o'sha bich holatingizga to'g'ri keladi. Voy, ana, ham qizim bor, tekin ovqat. Voy, kay. Shayxni oilasida tug'ilish yoki 7 ta bitcoinni ava narxida sotib olish. Avvalaman. Pashal yanlar. Nu, qarang. 7 ta bitcoinim bor. Hozir kursi qancha bo'lyapti? 800 ming dollar примерно. 800 ming dollar. No, shayx oilasida brat, 38 million, 80 milliondan boshlanadi chog'si. Nu, avval limonaddan narxida sotib oldim. Shayx adezgan bog'liqda pul bermay qolish mumkin. Men o'zim adam yaxshi ko'raman. Ha, bo'z. Almashtirgim kelmayapti. Billa. Bitta savol bor. Bir kosa balg'am ichish, Xo'p. Что такое balg'am? makrota. Bir kosa balg'am ichish yokida, o'zbekskiy tualet bor, o'sha yoqqa tushib ketish. Bila. Men lekin jala yoshligimda tushib ketganman shu yerga. Qarang, savolda, agar o'sha balg'am ichayotgan paytda qusib yuborsam, yana ichishim kerakmi? Do konca. Disconnect-ida bu, chosami? Tualetga tushib ketgan bo'lardim. Misol qusurasan, yana undan bo'ladi. farrosh robot yoki gapiradigan it Nega ikkalovi plyus? Agar itingiz bo'lsa-da, usulni qizingiz bor, yaxshi ko'rgan qizingiz. U qizingiz uyda nima qilayotganligini siz yo'qligingizda aytib berish mumkin. Oo, yaxshi. Amam ubursi. Ikkitaladim. Nimaga? Kayf qilib gaplashib o'tiraman. Men bu robot o'zim ham yaxshitiraman. Hech qachon hech kim kasal bo'lmasligi yoki 50% odam yo'q bo'lib ketadi. 50% da qarang, siz o'lasiz, biz qolamiz. Ya 50% deganda 8 milliarddan 4 milliardi o'lib ketadi. Liboy shahar tanlay olaman, qayerda o'lib ketish. Ekonomika tushib ketadi, bich bo'lib ketasiz. Nabarot, u odamlarning pulini o'zingizga olasiz, tushundingizmi? Voy jala, motivator uyg'ondi. 4 ta kitob sotib olganman-da, izdatiga boy ota kambag'al otadan berishga, o'shani badal qilganman. Menda prosta aptechniy biznesim bor-da, hamma kasal bo'lish kerak. Real bormi? Ganch pul turadi. Hech kim kasal bo'lmasin, zaif. Voy jala. Ey. Eng qizig'i bor-ku. Ko'tingizga. Meditsinskiy 10 yil o'qigan odamlar просто tak vaqtini ketkazgan. Voy! ovqat pishirishga 1 soat vaqt ketkazish yoki oxirgi 50 ming so'mga ovqatlanish. Finansoviy точка зрениyadan o'ylaganimda Finansoviy. Kecha o'zi shunaqa situatsiya bo'ldi, поэтому уже bundan o'tganmiz. Короче, misol uchun qayerdadir 50 ming so'mga 15 minutda ovqat yeysiz, zato 45 minutingiz yana pul topishga ketadi, tushundingizmi?
Oxirgi 50 ming so'm deyman. Nimangiz bo'pti? Kod. Ramyon bilan Korndok 50 ming bo'ladi. Diqqat, keyingi savol qizlarimizga. Rossiyaga Tekinga ishonchli dastur orqali borib 2 yil davomida yangi kasbni o'rganib, karyera qurish yoki 3 ta shimilmagan konfet. Agarda siz birinchi variantni tanlagan bo'lsangiz, men sizga hozir Start program dasturi haqida aytib bermoqchiman. Ushbu dastur katta maqsad va orzulari bor 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlarimiz bilan ishlaydi va professional mutaxassis bo'lishiga yordam berishadi. 2022-yildan hozirgi kungacha 44 ta davlatdan 300 tadan ortiq ishtirokchi qabul qilingan va muvaffaqiyatli karyera qurishga yordam berishgan. Start program ishtirokchilari quyidagi narsalarga ega bo'lishadi: bepul avia chiptalar, ish jarayonida o'qitish, qo'llab-quvvatlash va konsultatsiyalar, zamonaviy korporativ turar joy, tibbiy sug'urta, zarur hujjatlarni tayyorlashda yordam, zamonaviy texnologiya ishlab chiqarish va uskunalar bilan ishlash va albatta karyera o'sishi. Ishtirokchilar 7 ta professional yo'nalish bo'yicha ishlashadi: logistika, catering, servis va mehmondo'stlik, avtotransport sexi, ishlab chiqarish operatori, montaj va pardozlash ishlari. Ushbu dastur orqali ishga joylashtirilganda oylik maoshi $860 dan $1780 bo'lishi mumkin. Batafsil ma'lumotlarni olish yoki ariza topshirish uchun pastdagi havola orqali o'ting. Bo'yingiz 2 barobar baland bo'ladi yoki 2 barobar past bo'ladi. 3 baravar qo'y bo'ladi. Bo'yingiz-chi, bo'yingiz-chi? 1.73. 3 ga bo'lib yuboringda. Bir 40 sm bo'lib qolar ekansiz-da. Lekin agar 3 metr bo'lsangiz, basketbol NBA Jordandan o'tib ketasiz. Lekin PUBG o'ynamang. Agar siz kichkina bo'lsangiz, PUBG bor-ku, bundoq qilishingizga to'g'ri keladi, chos. Telefon. Odam yo'q. 2 baravar kichkina bo'lish. Alo, oldingizda mashina o'tib ketyapti-yu, qo'lingizni chiqarib to'xtab turdingiz. Katta bo'lsangiz xo'ta. Любой eshikni ochish uchun kalitingiz bor yoki 50 ta reelsiz 1 million prosmotr oladi. Luboy, yo'q, Luboy eshikni ochasan. Mana shundoq ham любой eshikni ocha oladigan anaqam bor. Da, bankdagi seyfchi. Lekin nima keragi bor menga bankdagi seyfni ochib, baribir o'g'irlaolmasin. Nima kerak bor 50 ta reelsingga 1 million prosmotr? Normalyu, zato soqqa halolni misol. В смысле? Yo'q. Jala. Uzr. Zafar? Reelsdan pul olmaydi-yu. Hop, misol uchun reklama. Faqat reklamadigilarni qo'yaman, misol uchun. Garantiya beraman, 1 million bo'ladi deyman-da. Mana shu rolikka like bosib qo'yiladi. Like bosib berib pul topamiz. Likedan bizga pul keladi. Monetizatsiya yo'qmi ishqilib O'zbekistonda? Nimani tanlagan bo'larding? Reklama qilardingiz, to'g'rimi? Reklama, faqat reklama sotardim. Bo'p, o'zimdan savol hammaga beraman. Chichib turib boqingni yeyish. Hech qachon uy hidga to'ymaslik yoki har doim qorningiz och yuradi. Birinchisi default. Prям dahuya yesam ham och qolaman, to'g'rimi? Da. Ili dahuya uxlasangiz ham uyquda turing. Lekin qarang, bitta uxlasangiz 1 oy uxlaysiz. Uxlash degan ovqatlanish pulli. 1 oy uxlab oraman-da, realni. Uxlasang 1 oy. To finans bo'yicha Robert Kiyosaki boy. Lekin uxlasa pul ham topolmaydi. Men och qolishni tanlagan bo'lardim, och qolishni tanlagan bo'lardim. Chunki mana gapimga qarasa och qoringa Yaxshi fikr keladi. Da, yaxshi fikr keladi. Realni. Da. Например, hozir qornim och, basharangiz 2 yilni обитаемый orolda yashash yoki 1 yil eng yomon apshagada yashash. Tarzan bo'ladi. Best PUBG. Best PUBG. Stream bo'lmaydi, hech kim ko'rmaydi streamingizni o'tda. Endi neobityoyimni ostrovda men yasholmayman, menda unaqa выживаемостьim yo'q. Lekin apshagada tarakanlar, musor bo'lib yotibdi-da, qarang. Logistikaga o'ylab ko'rsa, apshaga yaxshiroq. Lekin uxlab yotganingizda tam bolalar kelib ustingizdan chichib ketadi, например. Mana hozir apshagada bolalar kelib ko'tingiz kechadi, bo'pti, apshagada turishni tanlayman hammalaringga. To'kuradigan stulga o'tirasiz yoki yaqin insoningiz mixlik stulga o'tiradi. Ahror. Men yaqin emasman, yo'q, juda yaqinman. Он сказал, я. To'xtang. Mana savol. Siz ahrorni ushlab turibsiz bitta qo'lda. Ikonsani ushlab turibsiz bitta qo'lda. Pastda yong'in. Блядь, очевидный savol berma. Yo'q, men yo'qman уже. Savol boshlanganidan beri yo'qman уже. Ahrorni qutqarsangiz, butun umr sasad, butun umr sizni boy qiladi. Konsta, просто vаш do'st. Do'st. Yo, birinchi savolga birinchi nima qilib bering. Elektroshokerga o'zingiz o'tirasizmi yoki konsani o'tkazdirasizmi uning mixizda?
Kosta emas, massa. Massa? Yo'q, Kosta. Yo. Konsa bilan yaqin emasmi? Hop, kimni tanlaysiz? Ahrori spastik qilasizmi? Yo'q, birinchi o'sha savoliga javob berib oling. Bo'l, yaqinmi? Lyuboy o'zim yaqinini tanlaymanmi? Ha. Naqdga o'tirgim kelmayapti. Elektroshoker anaqa tokdan qo'rqaman. Yashil ahror, qizil konsta. Ahror lekin butun umringizni oxirigacha boy qiladi sizni. Ha, mayli. Butun umr og'zi sasidi yoki butun umr oyog'i sasidi. Bala. Bu itak og'iz sasiydi. Yo, oyog'i ko'proq sasiydi. Oyog'i. Qarang. Lekin uyimga kelganingda realni oyog'ing sasigan. Sen bilan gaplashganimda realni og'zing sosiydi. Osas. Normalno, в принципе. Mana bunaqacha qiz bilan gaplashganda faqat sasimasa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Shimishayotganingizda ham sasiydi. Bo'qdi keladi, naturiy bo'qdi. Qiziz sevsa sasishiga qaramang. Oyog'imdan chiqanaqa hid, примерно. Oyog'ingdan prям o'likni hidi keladi-da, ikkita. Lekin og'zing sasisa, jvachka ham yordam bermaydi. Ha. Aytayapman, realni bo'qdi keladi o'ziga. Katokka borsam mendan keyin sasiydi ana narsa, to'g'rimi? По-любому hammasi sasiydi, hidlab ko'rganimda. Lekin bitta tarafi ham bor-da. Brachniy noshda gollisiz, lekin krossovkada. Mana bunaqa naskila tortib oling. Butsida. Короче, oyog'im sasisin, etak o'zi shuni Priznался biladi. Любой odam bilan tana almashish yoki hayvonlar bilan gaplasha olish. Voy, brat. kapibara bilan, прикинь, kapibara bilan gaplashasiz. Pingvin. Anu ko'tga. Hop, bu odam bilan tana almashish. Tana almashish deganda uni hayotda yashaymanmi yoki o'zimni hayotimda yashayveramanmi? Ronaldo boss, прикинь. Voy billa. Или Timothy Chalamet boss, Kylie Jenner bilan. Qiz bola bilan ham almashingiz bo'ladi. Voy! Xursand bo'lib ketdim-a. Oynaga qarab turasiz, fazla qilib. Eris keladi, nima bilan qarab turibsan? Siz yopishni boshlaydi. Din Eri keladi, nima yo'qda qarab tursan? Senga nima deb o'zini ovoz bilan aytadi. uni ovozi boshqacharoq. Hayvonda nima pul tarafi bor? Nima ma'lumot bilsam bo'ladi? O'shani ko'tga. Hop, okey, Prinsipi, давай la. o'zgarish qizuv, lekin libo hayvon bilan gaplashsangiz, Ice ustiga chiqib olib uchasiz. mayli. Hayvon, mayli. Chunki birovni hayoti qiziq emas. Lutchi hayvonlar bilan o'zim hayotimda yashaganman yaxshi. Itak hayvonlar bilan yashayman. Har doim tishingizni bolgarka bilan tozalaysiz yoki har doim yuzingizni uksus bilan yuvasiz. Brat, genialniy. Qarang, uksus bilan yuvmaysiz, bolgarka bilan. Boydan beri trening nimadir sosishga harakat qilyapti. Zayyol. Ha, implant qo'yasiz, sezmaysiz bolgarkani. Implantga pul kerak-ku. Bolgarkani anaqasi kolesosi bunaqa-da, если что-ga. Labbi ham kesib ketadi. Ovoz chiqyapti-da. Uydagilaring ajal bolam yana tishini tozalayotgan deydi. Har kuni ertalab tishini paylovga keramiga qo'yadi. Men birinchisini tanlagan bo'lardim. O'sha tishimni bolgarka tozalardim. Nimaga? Ayib, uksus tanlayman. 10 yil armiya yoki O'zbekistonda yashamaslik. Ana! Lekin tez bo'ladi. Va gudok ketdi. Qizil libossangiz bir oyga ketasiz. Nima qilardingiz? Men to'g'risini aytganda O'zbekiston yurtimni tashlab keta olmayman. Shuning uchun hozirgi paytda menga tushgan savollardan 10 yil xizmatda bo'lishni tanlayman. Yo 10 yil ko'p lekin bir yilda bola chidolmayapti. Men O'zbekistonimni umuman tashlab keta olmayman. Ota olinglar. Qizingiz bergan gulingizni sotib yuboradi yoki bozorga borib kimga tegsiz shunga uylanasiz. Прикинь, ko'z yumasiz bitta qulog'iga mana tushib qoldi. Например, Boburga. Ya. Prям uylanadigan qizingizda prям nikoh qilib qo'ygansizlar o'shanga gul beryapsiz, sotib yuboryapti. Yoki bozorda kimdir Sizdan soqqa qilyapsiz. sizlardan kimdirni tanlab, masalan, Boburni tanlab oldingiz. O'sha bilan baxtli bo'lib ketdinglar. No. Biroq men ikkinchi variant tanlagan bo'lardim. Risk bo'lsa ham ikkinchi variant tanlagan bo'lardim. Yag'i qo'ysiz. Nimaga? Erkak kishi sovg'a berish kerak, uni sotib yuborish. Ha?
O'ylanib ketdingiz. Объявлениеga chiqaryapti, tushundingizmi? Mana shu yibam mana shu narsani berdi. Shuni sotib yuboraman dedi. Men bunaqa qizlarga uylanmagan bo'lardim. Men ham o'ylamagan bo'lardim. Lekin bozorchi qizga men uylanib bo'lardim. Bugun gulingizni sotadi, ertaga Asbobingizni sotadi. Bo'ldi. sotish tanlaysizmi? Ha, fakt emas-ku. Ahror Alixonov Telegram kanaliga obuna bo'lish yoki bir yil cho'milmaslik. Ana baqirishlarni har kuni eshitaman, to'g'rimi? Voy bila. Nima? Let's go! Ahror bilan tanish bo'lganim uchun Jinoq deydi. Butun umr gapirmaslik yoki xayolingizga birinchi kelgan narsani aytish. voy bila. Gapirmaganim yaxshi. Srazi kuldi-yu, ko'tda. Qiz bola o'tib ketadi. Voy, ekan deb baqirasiz. Xayolimda har bir sekund bilan. Bila, xayolida qara nima bo'lar ekan. Sindrom Tourette deb o'qilar ekan. Uydagilaringiz bilan o'tirasiz. Bor narsa olib kel deyaptilar. Bila, sigaret chekkim kelyapti deysiz. Voy, yana hozir o'rayim tualetda yoki keyin o'raymi deb gaplashyapsiz, ham ota-onam bilan o'tirib. Qarang, лучше любой не то narsani gapirib qo'yish mumkin-ku, undan ko'ra gapirmagan yaxshi. Bo'ldi, gaplashib bo'lmasa. Lekin video ola olmaysiz, YouTube video ola olmaysiz o'sha. Gapirsangiz ko't so'z. Bugun bizni davom etadi. Yaxshi emas. Voy bilan. Любой narsani gapirgandan ko'ra gapirmagan yaxshi. Pastda qiz bola subtitr turadi, marhamat. Lekin Voy bilan. yaqin odamlaringizga men sizni sevaman deya olmaysiz, to'g'ri. Bo'pti, meni o'rnimga siz borsiz, jigarim tashlab ketmaysiz, so'qib bo'lsam, aytib berasiz qizimga, Zafar sevardim. Yo'q, men tashlab ketardim. Tashlab ketardim. Ob-havoni boshqara olish yoki odamlarning hissiyotini boshqarish. Nima u hissiyot? Чувство. Yo'q, Прям чувствовать qilamanmi? Любой payt yozda qor yog'adi, po'ynu. Yozda qor nima kerak? Amirsoyga ketyapsiz, sразу qor yog'dirib yuborasiz, и dagaz ketdi. Da. Finansiy tomonla qaraganda Amirsoy odamlarni чувствоsi bilan upravlat qila olamanmi? Любой qizni o'zimga sevdira olaman. Qarang, hozir siz o'zingizni o'ylayapsiz-da, tushunasizmi? Srazi o'ylashini qaradi. Shohrux, pagodani o'ylasangiz, например, hozir chang bo'lsa, hammani o'ylashingiz kerak. O'zingiz ham chang bo'lasiz, yomg'ir yog'dirasiz, toza havo bo'ladi. Havo toza bo'ladi, to'g'ri. Qarang, yomg'ir yog'dira olasiz, lekin tepada quyosh. Siz hozir nima demoqchisiz? Boshqalarni ham o'yla demoqchimisiz? Da. Sizga men streshniy savol. Давайте. 15 ta yaqin o'rtoqlaringiz bilan turibsiz, birlagan mana bundoq odamga yetadigan laganda ovqat turibdi. Siz kimdirga berasizmi yo o'zingiz yeysizmi? Eng qizig'i qo'y bu savol. Вот именно. Вот именно. Men turmayman u yoqda, to'g'rimi? Javob berishim shart emas. Shart emas. To'g'risi, men bu odamlarni chustasi bilan Litsemer qara. nima degani u litsemer? Nima? Habib Nurmuhammad Kim? Habib McGregor? Nurmagomedov Aytgan. aytgan egoist bo'linglar degan. Не будь эгоистом, но всегда думай о себе. Вот именно. O'shaning uchun pagodani tanlayman. Respekt. Yakuzaga obuna bo'linglar. Bizda hozir havoimiz yomon. Yaxshi bo'lish uchun men har kuni yomg'ir chaqirgan bo'lardim. Vau! Ilon bilan birga uxlash yoki bir oy bomishni hayotini kechirish. Bomish bilan kalab qilsangiz bo'ladi, ana importli bomish. Kalab? Importli bomish bor-ku. Yordam ber, lifehack beradi sizga. Qolgan narsalarga qo'y. Ha. Qornim och, kiyimim yo'q. Ay, ilon bilan yotgandan ko'ra ko'chada yotgan yaxshiroq. Qara, ilonni plusi bor. Nima plusi bor? Ha, urab qo'yadi. Yo'q. Ha, olib qo'y. Voy, yeba. Yo, men ilonni bor-ku, eksponat qilib bosib qo'yardim, uxlayverardim. Yes, o'ldiribman. Prям реально kravatingizda qilib yuribdi. Tushib oladi даже. Ha, tushishini ko'rganmisiz? Ilondan qo'rqmayman, sirkovoyda o'qiganman. Do'stlar, sizlar Ahror Alixonov kanalida edinglar. Kanalga obuna bo'lib turib, ushbu videoga like bosishni unutmanglar va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, aka-uka, pida